lavozimiga Shavkat Abdurazzoqov nomzodini taklif etdi. Ovoz berish yakunlangandan so'ng Shavkat Abdurazzoqov bir ovozdan viloyat hokimligiga tasdiqlandi. Abdurazzoqov Shavkat Shakirjanovich Namangan viloyati hokimi etib tasdiqlandi. Namangan ahli uning boshqaruvchilik sifatlari haqida ijobiy fikrlar bildirdi. Bular nima deyapti? Переводчик orqali emas, o'zi tinglab, o'zi fikrini ochiq aytadigan hokimlar kerak hozir. Kerak. Bularda dunyo qarashi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun Shavkatjon mana shulardan bittasi. Men sizdan iltimos qilaman. Hamma hokimlar ingliz tilini bilish kerak, o'rganish kerak, erinmasdan. Yana bitta narsani aytay, to'g'ri tushuning. Shavkatjonlar yomon bo'lmaydi. O'zini ayamaydigan inson bo'ladi. Men shuni iltimos qilar edim. Shavkatjon mana shu nomga munosib bo'lsin. Rahmat. Mana shuni hech qachon esdan chiqarmasin. Men o'zimizning hokimga juda katta omadlar tilayman. Ishi ungidan kelsin. Yig'ilishdagi keyingi masala